Ye ustoz, bir o'zingiz ko'taryapsizmi? Ya bu yengil mashina ekanda o'zi. Damas joni yo'q-da, nima joni bor bu? Lekin O'zbekda qo'pol qilib aytganda nishaga rivasi hamma narsani toshiydi. Любой narsani ortadi Damasga. Ya ustoz, buni nimaga tashladingiz buni? Nima qilasiz buni? Buzib ketiramiz. Ya yana bitta Damas olib keldingiz. Buni nima qilamiz? Bu haqida ham bir ma'lumot berib ketingchi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. 2021-yilda ishlab chiqarilgan qattiq urilgan yana bitta Damas olib keldik. Bu Damas'imizga qaytgan bo'lsak, buni yangi ramaga termoqchimiz. Xudo xolasa mana polni noldan yechib mashinani mana polni уже sbor qildilar. Kecha tushganmiz, o'zi bir kun ichida bolalar yechib noldan yechdilar. Xudo xolasa bir raman narxini so'raydiganlar 15 million so'mga Damas ramasini olib kelib, xudo xolasa shunga yangi ramaga terib chiroyli qilamiz. Bu mashinamiz 2009 videosi chiqqan edi. Bu mashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Balonchalar yangi. Yurgan 35 ming, motor korobka zadnomoslari zo'r holatda turibdi, lekin o'ta qattiq ayanchli darajada urilgan. Shopirimizda oyog'i singan, xolos, xudoga shukr tirik. Xo'p, shunaqa DTP bo'lgan qattiq urilgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Topilgan $100 hadyamiz bor. Siz Jalol avto servis kanalini kuzatyapsiz. Biz yana Damasga qaytdik.